Biz Arap kul emasmiz. Bizning ajelerimiz olsa İslam şeriatın ustangan kiyim-keshakda kiygan analar bo'lgan. Bizning babalarımız sakaldı babalar bo'lgan. Onlarning iymoni butun bo'lgan, onlarning ko'zida jas bo'lgan, tilinde Qur'on bo'lgan. Ular yelin, jerin hech bir narsaga satgan emas. Yevropa aşık şaşık bo'lganligining arkasından zinaxorlikdan to'yib ketib, ular qizimen de zina qilaveradi, ayelimen de zina qilaveradi, shishisimen de zina qilaveradi bo'lib ketgan. Bularda zang var. Endi mana bulardan geyler chiqdi. Qarang, ayelder kalıp bu zinanın arkasından erkek memleketlik şakından nekiga turатын şakadaga jetdi mana. Bu aşık şaşıklık bizde osu nersege aparat. Başka nersege aparmaydı. Bunu жақсылап bilip alsın.